Oy. Nega bunday qilyapsan o'zi? O'lgin kelyaptimi? Bu bolani yuziga qarang. Meni kechiring. Ay, ovozingdan hurmat bilinmayapti. Kel ularni indamay do'poslaymiz bo'ldi. Birinchi sinf-ku, gaplashib o'tirishdan nima foyda tushunmayapman. Kim egum? Ha. Egum? Ha. Endi yaxshi javob beryapsan-a? Nega boya savol berganimda javob bermaganding-a? Meni kechiring. Meni kechiring. Buni hammasi meni aybim. Lekin yo'nkini qo'yib yuboringlar. Nima? Yo'nkini qo'yib yuboring dedim, nima dedi? Bu gapidan keyin yuragim erib ketdi, yoqtirib qoldim menimcha. Mayli, o'zim ham do'stingga tegmoqchi emas edim. Bu yerdan ketishing mumkin. Do'sting senga yordam berdi. Bu yerdan ket endi. Mayli. Endi senimgun, bizni yigitlarga qilgan ishingga ko'zimni yumib tura olmayman. Aybingni tan olasan-a? Ha. Demak, jazolanishing kerakligini tushunib turibsan-a? Ha. Kimsan Jun? Bu yoqqa kel. Tezroq bo'l bola. Bu yoqqa tur. Bugun ko'p narsa bo'ladi. Kemegomga yaqinlashib o'tirmanglar. Istamayman. O'ngga qara. Qani o'ngga qara dedim. U jang qilgisi kelmagani uchun o'zini ushlab turibdi. Unga yaqinlashmang. Kemengyon? Ha. Men ukamdan uzr so'ra. Afsusdaman, hech qachon boshqa senga tegmayman. Aytgan hamma ishingni qilaman deb ayt. Sanju, meni kechir. Boshqa unday qilmayman. Endi aytgan hamma ishingni qilaman. Ay, Sanjun, anchadan beri boks qobiliyatingni ko'rmoqchi bo'lib turgandim. Kemengyon, qani bu yoqqa tur. Sanjun, yaxshilab uni do'pposla. Ay, Sanjun, senga buyruq berdim, qani amalga oshir. Uyalmay uraver, senga hech nima qila olmaydi. Nogironga o'xshab bunday kaltakib indamay turishni bas qil. Ay, Sanjun. Ha aka. Bu nimasi? Qani bo'l. Qani ur deyapti. Oy, nima qilyapti? Oy, la'nati! Sen bolalarni hammang aqldan ozibsanlar-a? Anchadan beri kaltak yemaganga o'xshaysan. Oy, la'nati, kimsan Jun? Og'riyaptimi? Buyruq berganda bajarishing kerak. Jahlim chiqqanida qanday bo'lishimni o'zing ham yaxshi bilasan. Unutdilaringmi deyman-a? Oy, Kanyonki! Ha! Yana qancha? Nima? Xotirjam hayotga xalaq qiluvchi qancha odam qoldi? Ikkita.
Agar ularni yengsak, boshqa xalaq qilmaydi, shundaymi? Ha? Barakalla. Bu bola o'ynashyaptimi? Qo'yaver, o'zim uddalayman. Ay la'nati! Ay la'nati! Judayam og'ridi. O'yinni tugatdingmi? Hozir bu yerda adabingni yeb, boshqalarga ham o'rnak bo'lasan. Yangi kelgan bola haddidan oshyapganga o'xshaydi. O'ldir, o'ldir. Endi kattalardan qo'rqyapsanmi? Ha? Aynan shuning uchun boshda aytganimni qilishing kerak edi. Oy, kimsin sen? Kimsin sen la'nati? Oy, kel yaxshisi birga jang qilamiz. Oy la'nati, hozir nima qilding? Oy ko'ppak, bu nima qilganing a? Aqldan ozdingmi? Qani bu yoqqa kel. Oy bo'ldi. Tegmalaring unga. Kimsin sen? Nima aqldan ozdingmi? Birinchi sinfdagilar aqldan ozibdi. Qo'yib yubor dedim la'nati. Tayoq bilan hujum qilishni bas qil. Qo'l bilan jang qil erkak. Kimsin juni urishini xohlaganmiding? Boshqacha narsani ko'rsataman hozir. Oyil. Barakalla! Hoy, men ham sen kabi odam bo'lsam ham hech qachon boshqalarni tahqirlamaganman. Bu bola aqldan ozibdimi?
To'xtanglar. Nima qilyapsan? Oy, yaxshilab o'ylanglar. Birga bir jangda g'alaba qozondi. Endi nima shuncha odam bittasini do'pposlamoqchimisizlar, a? Agar shunchangizhujum qilsangiz, o'ylab o'tirmay men ham yordam chaqirib kelishga majbur bo'laman. Shuni hisobga olinglar. Ustozga xabar beraman yoki politsiya kelishi mumkin. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar deyman-da. Shuncha odam bo'lib hujum qilsangiz, zo'ravonlik qilib qamab qo'yishlari mumkin. To'g'ri, qamoqda emas, koloniyada bo'lsangiz ham, u yer bu yerdan battarroq bo'ladi. Xo'sh, endi nima qilamiz, a? Kelinglar shu yerda o'yinni yopamiz.